Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biza Sagdiy mahallasiga kelganmiz. Shu Sagdiy mahallasi bu tomonga chiqsa, mahalla dorasiga chiqadi. Bu tomonga qarab chiqsa, Sabina marketga chiqsa bo'ladi. Mana shu 14 sotiklik hovli mana bu ko'rib turganlaring. 14 sotik 16 xonadan iborat. Bemalol 3 xo'jalik, 4 xo'jalik ham yashasa bo'ladi. Katta juda 14 sotik, 16 xonalik. 8 ta xonasi, 8-9 ta xonasi bitgan, qolgani korobka holatga turibdi. Juda baquvvat qilib qurilgan, pishig'ishdan mana ko'ryapsizlar o'zlaring. Baland, pishig'ishdan baquvvat qilingan. Monolit qilingan, baquvvat qilib. Hozir ichlarini birgalikda ko'rasizlar o'zlaring. Xullas, uy juda zo'r. Faqat buni oxiriga yetkazsa juda zo'r uy bo'ladi. Ko'cha ham yaxshi ko'cha mana ko'rib turibsizlar. Keng, yaxshi ko'cha mana. Mana shu 14 sotiklik 16 xonalik uyimizni hozir sotuvga qo'yamiz. Birgalikda ichlarini ko'rsataman hozir. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Shu darvozamiz mana, darvozadan kiramiz. Darvozadan kirganda mana bunoq katta darvozaxona qilingan mana. Mana bunoq qilib monolit bo'lgan. Juda baquvvat qilingan, mana ko'ryapsizlar o'zlaring. Shunday katta darvozaxona. Darvozaxonadan shundoq hovliga o'tsak, o'ng qo'limizga mana bitta ovqatlanadigan xona, shuni ichiga yoniga ikkinchi xonasi oshxonasi, bu tomonga hammomi, chap tomonga mana bu 7 xona uy bega. Mana bu tomonga ikkinchi qavat, birinchi qavat, общий 10 ta xona bor bega ham. Adashmasam. Hozir ichlarini ham ko'rsataman. Mana bu bitta xona, o'tiradigan, ovqatlanadigan xona bu. Bu ichiga hamma qilib kuxnya qilingan mana. Bunisi oshxona. Bu o'tiradigan xona qilingan mana. Shuni yoniga banyasi bor. Mana bu banyasi mana. Hamma sharoit qilingan mana rakvinalar. Bitta kirish xonasi. Ichiga mana hammom qilingan ekan. Hammom ham issiqqina ekan mana. Qizyapti hammom ham. Mana shuni qilib hammom qilingan. Bu tomondagi bir hojatxona qilingan ekan. Mana unitazlar qo'yilgan mana. Hojatxona mana aristonlar, suvda motorlari, bu tomonga mana rakvina, kirmoshina qo'yilgan. Oyna, rakvina, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Buni tippasi ham monolit bo'lgan. Mana shu imorat tippasi mana monolit qilingan. Buni ham bemalol ikkinchi qavatini uy qilsa bo'ladi. Mana bu to'g'ridagi mana 2 qavatli zdaniya mana. Bu tomoni mana keng dala mana. Daraxtlar, bog' bo'lyapti mana. Mana shu ko'rinib turgan terakgacha mana shu hovliga qaraydi. Terakni yonidan o'sha yerdan kanal o'tgan mana. Endi kanalni olib borib ko'rsatyapmiz. Mana bu hozir aqqa o'tib bo'lmaydi hozir. Mana bu to'g'riga mana bu 5 xonali uy ekan. Buni ham hozir ichlarini ko'rsataman. Tagi pol qilingan. Pol, tag poложить. Shuni kirishdan svit yonadi. Kirishdan mana bundoq qilib ayvon ekan bu.
Televizor. Konsol, televizor, stol, stul. Mana bunaqani batareyalar. Mana bu tomon. Bu tomonga ham yana batareya qo'yilgan ekan. Ikki tomonga ham batareyalar bor ekan. Shundoq kirsak, mana bu Yerda ikkita xona bor. bitta xona ekan mana. Ikkinchisi ortda. Derazasi bor ekan, hovliga qaragan. Mana shundoq. Ha bo'lmasa haqda olyapmiz. Ne qilib qo'yaylik? Aqqa bitta xona bo'lib, ne qilib yuboring? Mana bu yoqqa ham bitta xona bor ekan ichiga. Bo'ldi. Xuddi shunaqa xona. Bag'dan bundoq o'tsak, Ikkita xona. Biz kattaroq ekan bunga nisbatan. bu yoqqa ham ikkita xona bor ekan. Bu xonaga nisbatan bu katta to'p. Bu xona kattaroq ekan mana. Unga nisbatan. Hovliga qaragan. Derazasi bor. Mana Bakka ham mana ichiga keyin yana bitta xona bor ekan. Mana bu ham bitta xona. Bundoq qilib patolog bo'lgan. Buni ham hovliga qaragan derazasi bor. Batareyalar o'tgan. Mana bu tomonga xullas to'rt xona, olla ayvon ekan. bilan ayvon 5 ta. Ayvon bilan 5 ta mana. Endi asosiy zdaniyamiz mana shu bo'ladi. Hozir buni ham ko'rsataman. Tipga chiqamiz. Xullas mana hovlimizda общий ko'rinishi mana. Bu tomonga bog' bu tomoni. Ina shu to'g'ridagi zdaniyamizni ko'rsataman. To'g'ridagi zdaniyamizda birinchi qavatiga 3 ta xona bor ekan. Tepasiga 7 ta xona deyishdi. Hozir sal qarorga tushib qoldi o'zi. Mana bu bitta xona mana. Bitta katta xona ekan bu. Bitta katta xona ekan, buni bemalol 2 ga bo'lsa bo'lar ekan mana. Shu algan gulkor shuvoq qilingan ekan. Tepasi monolit. Hovliga qaragan ikkita derazasi bor ekan. Yana uyquda bo'ladi. Shuni yoniga yana bitta xona bor. Kichikroq bitta xona bor ekan, detskiy qilsa bo'ladigan mana. Hovliga qaragan derazasi bor buni ham. Bakka bitta katta kundalin xona bor ekan. Mana bitta xona sal qaroqchilik qilibdi. Hovliga qaragan derazasi bor buni ham. Meni zinadan chiqib, sizlarga ikkinchi etajni ko'rsataman. Asosiy qurilish hammasi shu ikkinchi etajga joylashgan. Shu zinadan chiqamiz. Mana ko'ryapsizlar hovlini kattaligini. Bu tomonga ham zina qilingan edi. Shu zinadan chiqqanimizda chap tomonimizga mana bitta xona qilingan ekan, bir remont qilingan ekan, oldi mana koridorchada patologlar qilingan. To'g'riga bitta xona. Spalni mana. Bu ham patologlari bo'lgan. Shuni yoniga bitta mehmonxona qilingan ekan. Mehmonxona ko'ryapsizlar, ancha katta. Bunga ham mana patolog bo'lgan. Ikkita ko'chaga qaragan derazasi bor. Bu ham remont bo'lgan ekan. Shuni katta mehmonxonasi bor ekan buni. Katta mehmonxona. Hozir u tomonga o'tamiz. Buyoqqa uni kotyorlar qilingan ekan, batareyalar qo'yilgan ekan. Endi bu tomonga o'tsak, buyoqqa mana bitta ayvon ekan. Mana bu xona bitta detskiy xona qilsa bo'ladi buni. Gulkor shuvoq qilingan.
Baqqa yana bitta xona bor ekan mana. Bu ham bitta xona. Bitta spalni, bitta detskiy yoki ikkita detskiy qilsa bo'ladi. Tak. Unisiga ana zinadan chiqish kerak endi. Shundan turib aytsangiz. Yo'q, hali chiqamiz. Hozir endi bunisiga Bugun aytgandingiz. Ta'mirga chiqishadi. shundoq. Bunisiga mana shu zinamiz hali to'liq qilinmagan ekan. Hozir shundan chiqamiz. Mana shu zinamizdan chiqoldik. Mana bu bitta katta zal ekan, mana eng katta zalimiz. Mana shu 6 ga 8 ekan. Ichiga mana bunaqa qilib kaminlar qilingan ekan. Orzu havas bilan qilingan hammasi. Buni faqat oxiriga yetkazib maza qilib yashash kerak. Mana bu katta bitta mehmonxona ekan mana. Mana ikkita ko'chaga qaragan deraza, pishiq ishdan mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Monolit bo'lgan. Bitta hovliga qaragan deraza. Bu tomonga eshik mana. Kamin qilingan. Mana buni ko'rib turibsizlar, qanaqa bu bilmadim, relsmi bu? Rels emas bu. Xullas, baquvvat qilingani mana ko'rinib turibdi. Bunaqa temirlarni o'zi topib bo'lmaydi. Xullas, mana shu xonadonimiz 14 sotik. Xona hisobiga 15 ta 16 ta xonasi bor. Dokumentga 14 sotik ekan. Faktichki bir 17-18 chiqar ekan. Mana shu xonadonimizda narxini 135 ming deyishyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Like bosib, podpiska bosinglar. Mana katta yaxshi xonadon, katta xonadon qidirganlarga tashlab qo'yinglar. Telefon qilinglar, gaplashamiz.